Hammaga assalomu alaykum YouTube foydalanuvchilari hamda kanalimizni kuzatib boradigan qadrdon aka-ukalar. Xohlasa mana bugun ham dastlabki jarayonlarimiz davom etyapti. Xohlasa Farg'ona shahriga 1,5 kvadrat chuvalchanglarga zakaz olgan edik. Xohlasa mana chiroyli qilib ter korobkalarga joylab oldik. Kecha o'zimizni Bag'dod tumani Bordon qishlog'iga 1 kvadrat dastlabki qilganmiz. Bugun xohlasa mana Farg'onaga chuvalchanglarimizni olib ketyapmiz. Mana chuvalchanglarimizning holati. Hozir mana chuvalchanglarimizni ichiligini bir qator ko'rsatib ketyapmiz. Mana chuvalchanglar. İşte bana korobkasi mana 1,5 kvadrat chuvalchang bo'ladi mana. Ko'rishlari mumkin. Mana chuvalchanglar, qip-qizil Kaliforniya chuvalchanglari. Mana. Chuvalchang kerak bo'ladigan bo'lsa, boqmoqchi bo'lganlar bo'ladigan bo'lsa, nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz chuvalchanglarni. Tayyor mana qoplangan begumslarimiz ham bor. Mana bularimizni ichiga salafan tashlab qoplab qo'yganmiz. Mana chiroyli qilib tikib mashinkada ko'rishlari mumkin. Mana shu 05 standart setkada o'tilgan begumimiz. Mana shu joyimizga naval qilib bosib qo'ygan edik. Mana shu bu boshidan shu daraxt yonigacha. Mana ko'rishlari mumkin, sifatiga bir baho berasizlar. Mana chuvalchanglari ham bor. Begumlarimizning narxi 1700 so'mdan sotilyapti. Tonna olganga kelishtirib beramiz. Mana shu joyimizda Gidetda bir 7 tonna atrofida chiqib qoladi. Tayyor mana 7-8 tonna. Mana qolgani bir 4 tonna 5 tonna chiqadi, xudo xolasa. Videolarimizga bittadan like tugmachasini bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa oldin uzr so'raymiz. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.